Ko'pchilikni qiziqtirgan Efsar xonim o'zi kim? Shu savollar juda ham ko'p berilmoqda va keling men sizlarga buni batafsil tushuntirib beraman. Xitoydan kelgan katta tadbirkor qiz Efsar xonim 3 ta katta davlatlarda o'z firmasi bor. Amerika, Xitoy, Dubay. 4-inchisi esa O'zbekistonda ochilmoqda. 11 yillik kosmetika biznesi asoschisi, bitta katta kosmetika zavodining asoschisi Efsar xonim 11 yildan buyon 10 mingdan ortiq uyda o'tirgan ishsiz ayollarga o'z biznesini o'rgatib, yillik daromadini $100 ming ga oshirishga yordam bergan. Va hozirgi kunda O'zbekistondagi ishsiz, uyda o'tirgan ayollarga yordam bermoqchi va O'zbekistonda ham o'zining faoliyatini boshlamoqchi. Efsar xonim butun kuchi bilan Efsari kosmetika brendini 7 yoshdan 70 yoshgacha tanilgan mashhur brendga aylantiraman va har bir o'zini tiklash, biznes qilish, ko'proq daromad qilish orzusi bor ayollarga yordam beraman deb aytadi. Efsar xonim haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishni istasangiz, uning Instagram sahifasiga obuna bo'ling.